bas qachonki sur bir bor chalinganida yer va tog'lar o'z joylaridan ko'tarilib bir-birlariga bir bor urilganda, ana o'sha kunda voqea sodir bo'lur, qiyomat qoyim bo'lur. Osmonlar ham yorilur, chunki osmon u kunda zaif bo'lib qolur. Farishtalar esa osmon atrofida Allohning amriga muntazir bo'lib tururlar. Ularning ustida Rabbingiz arshini u kunda 8 farishta ko'tarib turur. O'sha kunda sizlar hisobot uchun Allohga ko'ndalang qilinursiz. Sizlarning biror siringiz maxfiy qolmas. Bas o'z kitobi nomai a'moli o'ng tomonidan berilgan kishi aytur: mana mening kitobimni o'qingiz. Dar haqiqat men hisobotimga ro'baro bo'lishimni bilar edim der. Bas u qoniqarli maishatda, oliy jannatda mevalari uzib oluvchiga yaqindir. Jannat ahliga o'tgan kunlarda dunyoda qilib o'tgan ezgu amallaringiz sababli ushbu noz ne'matlarni yoqimli ishtaha bilan yeb ichaveringiz deyilur.